hammaga yoqadigan qo'shiq bo'ladi. Xudo xolasa. Hurmatli bizning kuzatuvchilarimiz, sizlar uchun har doim bilasiz, bomba yangiliklarni tayyorlab borganmiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Dilfuzaxonim Ismoilova hech qachon yangilik qilishdan charchamaydilar. Bu hech kimga sir emas. Har doim sho'x qo'shiqlarning dodasi bularning repertuarida bo'lgan. Biz bitta zo'r asar yaratdik. Bu asarni birinchi ideya qilib, mana shu qo'shiqni bir eshitib ko'ring deganda bittada yoqdi dedilar. Bilasan, men o'zi qo'shiq tanlashga juda injiqman. O'zim yo'nalish, o'zim yo'llarim bor. Bu xalqimizga juda ham yoqadi. O'shaning uchun hozir men sizlarga aytib qo'yib, bu surpriz ochib o'ra qoling, surpriz nimaligini, nima deysan? Mayli, oching. Ochingmi? Ochingman. Mana yosh mashina olgan birinchi muxlisim katta sahnalarga olib chiqqanman. Mani ena deb onam deyman, o'g'lim deyman, nima deyman? Nomer 1 bizani o'zi O'zbekistonimizda nomer 1 paradist Rustam Xo'ja Usmonov bo'ladi. Buni tan olganman o'zim. Birinchiliklardan tan olib, haligacha tan olaman. Bunaqa paradist O'zbekistonda bitta Rustam Xo'ja. Buni hamma biladi. Qotirib qo'ydi. Parodiya san'ati juda qiyin lekin. Chem qo'shuvchilik qarang, parodiya san'atini shunaqa o'xshatib, shunaqa nimalarni o'xshatib qo'yadi. O'zim sangachi qo'yib qolaman deb. O'shaning uchun sizlarga bitta narsani aytaman. Rustam bilan biz shunaqangi zo'r duet qo'yamiz. Maza qilib o'tirgan odamlar ham o'rnidan turib o'ynab ketadigan qo'shiq bo'lyapti. Xudo xolasa, Rustam nima desa, 7 yoshdan 70 yoshga sakratadi. Sakratadi. Bilasanmi? Bu yerda ayniqsa bu qo'shiqlarimiz kliplari ham уже nimada qayerda bo'ladi? G'azalkentda, Chorvoqda maza qilib shunaqangi chiroyli o'sha o'zlarining tabiatlarida shunaqa zo'r kliplargacha o'ynab anaqa qo'ydik. Ijroda bosh rollarda albatta ikkalamiz. Nima deymiz? Rustam yaxshi bo'lsin, ilohim barakangni bersin. Men Rustamga aytaman, Rustam ovozing zo'r. Men bu o'sha san'atda oliygohlarni bitirganda ham aytganman, ovozing zo'r. Zo'r nima qilganda endi bu mehri ko'proq parodiyaga endi qoyillatgan uni ham, lekin qo'shuvni ham men o'ylaymanki, mana shunaqa aytasan. Boshlayapmiz-ku sizni duolaringiz bilan. Amin. Xudo xolasa zo'r bo'lsa, xalqimizga yoqadigan qo'shiq bo'lib, ilohim yaxshi kunlarda shunaqa chiroyli qo'shiqlarni yaratib berishlik nasib qilsin. Amin. Xalqimizning xizmatiga doim tayyormiz. Xudo xolasa qo'shiq. Inshaalloh. Kutinglar, cho'tki chiqadi. Cho'tki. Eshitasizlar, o'zinglar aytaman, boya aytgandek 7 yoshdan 70 yoshgacha hamma turib, deb o'ynab yuboradigan qo'shiq bo'lyapti.